Assalomu alaykum akalar, mana o'rda boqishga qiziqib yurganlar, o'rda boqishda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Bu hammasi oson bo'lmayapti akalar. Bu o'rdani boshida tashlaganimiz o'tgan yilda o'zida bir 200 taga yaqin chiya bo'ri g'aj ketganmi, nimadir bo'g'izlab ketgandim. Bir oycha bo'ldi, shu ikkita itlar hujum qildi. Itlar kelib bir 15 tacha o'rdaydi bo'g'izlab ketdi. Endi hozir mana yana bu yerda 4 ta, naryoqda bir 2 ta, 3 ta ko'rdim. Yazagandizda hali noma'lum nechta borligi. Eng qizig'i, xo'p, o bosib yotgan kurgilarda bo'g'izlab ketgan. Hozir bu to'rovini katayda ichidan olib chiqdim. Ertalab ochishimizga, biz ketishimizga nima qilgan mana. Bosib yotgan kurgilarda nimasini olib ketgan. Nimaga yonda bo'g'izlab ketgan. Tuxum tug'ayotgan joydan u yerdan sudragan. Bu itlarni bir chora ko'rmasak bo'lmaydi. Ona yerda ham bitta yotibdi. Ona. O naryoqlarda ham rosa zaganda aramaga chayib o'tgan. Bitta xo'roz yotibdi yerda. Xo'roz hali o'lgan yo'q, lekin nima harakat qilmayapti. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bor akalar. Oson bo'lmayapti.